gaplashmoqchi edik. Apteka masalasi. Ha, dorilar berish, ha? Dorilar berish masalasi. Biz o'zimiz aptekchimiz, orqamiz mana ukol dori to'la. Apteka yo'q. Bir vaqtlar shu Germaniyada ham aptekani yo'qotishmoqchi bo'lishgan ekan. Qaraysa, doktorlarga ish qolmay qolar ekan. Vet vrachlarga. O'shaning hisobidan doktorlarning o'ziga ruxsat bergan veterinariya dorilari, veterinariya aptekalari yo'q. Shu sababi doktorlar ishsiz bo'lib qolar ekan agar uni ham yo'qotadigan bo'lsa. Bundan tashqari haligi ham sabab bo'lishi mumkin emasmi? Masalan, hozir qaysi bir aptekachidan hisobini so'ray oladi hukumat, aytaylik, har qaysi davlatda bo'lsa, aptekachidan qaysi antibiotik qaysi sigirga berildi, nega berildi, sini bironta aptekachi javob bera olmasa kerak, o'zimizda ham. To'g'ri savol berdingsan, to'ppa-to'g'ri javob bera olmaydi. Chunki antibiotik ishlatish masalasida juda yengil qarashadi bizda. Noto'g'ri tushunilmasin, O'zbekistonda shu reklama ham qilishadi, ikkita uchtasini qo'shib ham ishlatishadi. Uni yomon tomoni bor. Yomon tomoni nimada desa, organizmi antibiotikka o'rgangan hayvon, qaysidir organizmdagi bakteriyalar o'sha antibiotiklarga moslashadi. Odamlarda ayni shu turdagi bakteriyalar kasallik keltirib chiqarganidan keyin vaqtlar o'tib, uncha antibiotik bilan odamni o'zini ham tuzatish olmaydi. Shuning uchun antibiotikka juda qat'iy qarashadi. Shuni nazoratini olish uchun ham bir bo'ynidan bo'g'ib ushlaydigan odamlari veterinarlar bo'lib turibdi-da Germaniyada. Bizda yo'q shu. Kim javob beradi desa, aptekachi ham sotaveradi. Erkinlik bor hali, lekin qonun kuchiga kiradi deyishyapti. Bir vaqt bilan bilmadim endi qachon bo'ladi. Bu narsa qattiq olingan. Biz meni o'zimni hozir bitta nimam bor, servisim bor, veterinariya xizmati. Bu yoqda mana hozir birga ishlashni boshladik. Men alohida bitta nimaman. Meni boshliqlarim meni nimaga qaraymiz? Ya'ni erkin ishlovchiman, erkin xizmat ko'rsataman hayvonlarga. Tumandagi veterinariya qo'mitasiga bog'langanmiz. Agar bir holat bo'ladigan bo'lsa, mana yuqumli kasallik tarqaladigan bo'lsa, zudlik bilan ularga xabar beraman. Ular nimaga yuqoriga chiqadi, poytaxtdagi veterinariya qo'mitasiga chiqib xabar berishadi. Shunaqa qilib kasalliklar tezroq oldi olinishga harakat qilinadi. Ya'ni bir-biriga bog'langan. Xuddi bizda ham shu sistema bor. Yana endi bizda hozir aniqlashtirib ketsam bo'ladimi? Bizda ham xuddi shunaqa-yu, mana bo'ysunish jihatidan, lekin xususiy emas veterinariya klinikalari endi bitta ochilyapti. Nazoratni kuchliligi kelib chiqadi bu joyda. Xususiy bo'lgandan keyin veterinariya qo'mitasi o'zinikini emas, begonani borib kontrol qilayotganday bo'ladi. Bizda uchastka doktorlariga kontrolga boradi-ku. Ular ishchi ham o'zi, nazoratchi ham o'zi bo'ladi. Bu payti o'sha korrupsiya, ko'z yumish, tanish bilishchilik kabi omillar ana shu paytda tomirlab ketadi. Pand beradi va tomirlab ketadi shu joyda. Bu joyda ham fermerda veterinariya qo'mitasi nazorat qiladi. Begona tashkilot sifatida ham veterinariyalarda, veterinariya klinikalarini mana Farg'akan klinikasida hech biriga yon bosmaydi. Shu tomonlama yutadi bular, haqqini talab qilib oladi yoki qonundan chetlashilgan bo'lsa, shu payti bilinib qoladi. Bizda yo'q, shu narsa, shu tizim yo'q. To'g'ri. Endi bo'lyapti. O'zi asli lekin yozib qo'yilgan o'shanaqa tizimlar. Xususiy klinikalar ochish masalasi nimaga taqiq yo'q. Faqat talab kamligi uchun qilishgani yo'q. Ana endi sekin-sekin odamlar rivojlanib, talab ko'payyapti. Shunga yarasha ish bo'lyapti. Sekin-sekin rivojlanyapti. Shunaqa, agar yana juda sistemalashtirishgan antibiotik bilan qancha boshidan boshlaylik. Qaysi antibiotiklar va qaysi hayvonlarga qo'llash mumkin va uni e'lon qilish mumkin. Ya'ni statistika bo'limi bilan bog'liqmiz. Statistikaga. Qoramollar, yirik shoxli, kichkina shoxli, ya'ni mayda shoxli hayvonlar, bularga qoramol, qo'y, echkilar kiradi va keyin hozir shu yildan boshlab et bilan mushuklarni ham majbur qilib qo'yishdi. Qancha antibiotik ishlatgan bo'lsam, o'sha statistika bo'limiga 6 oyda bir, yiliga 2 marta hisobot berib turaman. Shu narsa
juda muhim. Ya'ni bu yilda oxirida qancha antibiotik ishlatganligimiz kelib chiqadi. Keyin hozir apteka mavzusi bo'lgani uchun qo'shimcha savol. Buni gaplashganmiz, lekin bular uchun foydali bo'lishi uchun antibiotik yoki kutish vaqti bor bo'lgan dorilarni nazoratsiz ishlatish va uni reklama qilish hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda qanchalik to'g'ri deb bilasiz siz? Chunki bizning sharoitda mana aytyapmiz, aptekani ustida nazorat yo'q. Xohlaganini boradi, masalan, A so'rab borsa, B, C, D qilib qo'liga tutqazadi aptekachi. Oddiy antibiotik nimaligini tushunmaydigan odam. Buni shunaqa sharoitimizda, bu yoqqamida? Shunaqa sharoitimizda yana ochiqdan ochiq reklama qilish, buni ommalashtirish. O'zi bizda haligi nima ham yo'q-ku, kutish vaqtiga amal qilish degan narsa. Ya'ni uni nazorat sistemasini o'zi yo'q. Masalan, so'yilib qolsa hech kim bir dalil bilan topa olmaydi. Mumkin emas hayvonni so'yib qolsa. Shu haqda fikrlaringiz bo'lsa, bularga ham foydali bo'ladi, gaplashganmiz-ku. Savolingizni tushundim. Juda muhim mavzu. Germaniyada veterinariya qonunchiligi bor. Bizda veterinariya bir xizmatimiz uchun o'zimizcha narx qo'ya olmaymiz. Davlat veterinariya qonunchiligi alohida narx chiqarib bergan bizga. Mana hozir bitta xo'jalikka boramiz, borishimiz pul, tekshirishimiz pul, ukol qilishimiz pul. Bu birinchi mavzu. Keyingisi antibiotik o'sha veterinariya qonunchiligi bo'yicha antibiotikni reklama qilish mumkin emas. Katta jarima to'laymiz agar reklama qilsam. Hatto firmalarga ham. Ya'ni onlayn shaklda. Kesamiz. Mikel Osterweiler telefon bilan qaytayotganda. Ja, Simon. Wir kommen vorbei, ja? Halbe Stunde. Yoki kechroq qanday eding? Alles klar. Ja, Orbit kommt. Alles klar. Bis dann. Tushunarli, reklama qilish mumkin emas. Sababi antibiotik bu zararli nima? Dori. Bu birinchisi. Ana endi ikkinchisi, o'sha antibiotikni hayvonga qo'llashdan oldin juda qattiq turiladi bu yerda. Chunki go'sht yiqiladigan bo'lsa, tanadan chiqib ketish vaqti bor. Agar so'yadigan bo'lsa, katta uni nimaga tashlab yuboriladi? Utilizatsiya qilib yuboriladi. Yeyilish mumkin emas. Antibiotik qilingan mol, hayvon yeyish mumkin emas, taqiqlanadi. Mutlaqo mumkin emas. Agar biz hayvonga keldik, bitta hayvonni hozir ukol qilmoqchi bo'lsak, undan so'raymiz. Antibiotik qilaymi yo'qmi? Ha, buni hali so'ymayman, bemalol qilaver desa qilamiz. Bo'lmasa, kutish vaqti yo'q, dorilar qilib ketamiz. Plus yana sut ham qattiq tekshiriladi. Har 3 kunda bir sut olib keluvchi kelganda proba oladi. Kichkinagina proba olib, borib tekshiradi. Tekshirgandan keyin u sutni keyin katta bochkalarga o'tkazadi. Bo'lmasa to'kib yuborishadi. Bu fermerga 6 oy shtraf beradi. Shtraf to'lab beradi antibiotik qilganligi uchun. Shuning uchun qattiq turiladi. Shu joydan davom etamiz yana. Nima qilib turay?